Chaq. Salom. Siz qayerga ketyapsiz? Maktab o'quvchisiga o'xshab. Men maktab o'quvchisi emasman, derskiy qizman. Derskiy. Ayting, yinaqa dog'lar kim? Shamolda uchib keldimi? Yo'q, Munirapam. Ya derskiy девушка. Munirapamni ham qara, уже ana salonchini almashtirishimiz kerak. Nimaga? Ideya qolmabdi-da, faqat yinaqa dog'lar qadab chiqavorib. Hech ham bu необычный stil bu. Zo'r turibdi. Jasur baraka top. Hech ham. Jasur, rahmat, boringga shukr qara. Ertalab turib bilan ham buklat ko'p ketaveraman. Bor bo'l. Munirapa, siz ham boringizga shukr, bugun zo'r qilib qo'ydingiz. Munirapa, siz ham boringizga shukr. Ko'rpa do'shadek igna qadoqlarni olib, xotinim boshiga qadab qo'yibsiz. Rahmat. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday go'zal olamda yo'q. Ering ham yo'q. 50 ga kiryapsan, yaqinda pensiya chiqasan, qizim. Nima, men sizga ortiqchalik qilyapmanmi, ota? Men ham nevara o'ynatib, quchog'imda mana etagingni siyib qo'ysa bahramand bo'lib o'tirgim keladi-da. Meni ko'nglimni ola oladigan shahzodaga tegaman. Tanla bo'lmasa bittasini. Qirolim, turli mamlakatlarning shahzodalari malikaning qo'lini so'rab kirishdi. Chaqir qo'y yog'ini. Shahzodam. Birinchi shahzodamiz akkuratniy bo'lib, saxiy bo'ling. Yo'q, brat. Slishkom akkuratniy. Slishkom akkuratniy bo'lib, saxiy bo'ling. O'ziga o'zi endi. Shahlo ko'zli malikam. Malikam, men sizga dunyodagi eng qimmat toshdan yasalgan uzun olib keldim. Yurmang. Bijteriya-ku Chorsuda sotiladi 5 tanga. Yo'qam. Mayli, o'zingiz bilasiz. Eshitib aloqadaman. Qizimga ko'zini qisganda, ko'zini qisinglar, jallod. Keyingi shahzoda otarchi Gritbey. Mandarin po'chog'i, Muhabbatim o'chog'i. voy qirolim, Ey! qizini so'rab keluvdim. Hamma tirik, hamma tirik. Xudoga shukr. Nima unda problema aytasan? Seni xotining chidalmadi sensiz. Nima deyapsan sen? Salomat? O'lib qoldimi? U o'lmadi. Ay, o'zga yurtda ayoli ersiz 10 kun ham chidalmaydi. Hamma menmi? 2 oydan beri yelimda o'lganiga ta'ziya qilib birovga Nima bo'ldi? Konkret bo'l. O'zingni bos, salomat. Demak, boy, o'zingni bos, aylanay. Seni jenang, xotining ana Sayfi boboy bilan ko'chada yuribdi qo'lishlash. Nima deyapsan sen? Salomat? Nima bu endi bor gapni aytyapti. Undan ko'ra o'lgani yaxshi edi bu jingani. Ey, salomat. Baqirma, o'zingni sharmanda qilib bitta qishloqqa. Sharmanda bo'ldi. Hamma bildimi? Hamma bildi. Sen konkretni gapiryapsan. Jingangni bilaman qolaqa. Baqir. O'ldiraman men. O'zingni bor. Sen to'g'risan men. O'psanitar chiqadi uni. O'psanitar yuvsa ketar deyma jon. O'chiravoqsizmi? Nima deyapsan? Buni g'urur. Men yoqda g'ururim. Qishloqda qayda bor? O'zingni bor. O'ldiraman men. Sekin aytsang bo'lardi. Salomat o'zi kelishidan to'polandi boshlaydi. Sekin aytdim. O'ldiraman. Menga qara. O'ldiraman men. Men tez boray, o'ldirib qo'ymas. Yur, o'ldiraman. O'ldirsin. Ishlab meni. Botinka. Chidalmi. Bizda qon to'kiladi. O'ldiraman. Agar aytingizda salomat qol shu narsani. Men nima dedim, men qog'oz Qolganliga demaga jang beringlar. Bugun mahalla katta janjal bo'ladi. Aralashmadingmi sen orasida? O'zingni bos deyapman. O'ldiraman, nima bo'ldi? Qanaqa istoriya? Qochab chiqartaylik. Qo'ysang salomat qol. Qochab chiqartaylik.